Ko'chada o'tsa ham yoki ovqatlandik shu yerda, to'g'risi bitta tovuqni hidi kelgani yo'q. 100 mingga yo'q, menimcha yo'q. 120 ming. Shunaqa atrofi bo'ladi. O'tgan yili sotildi 120 mingdan. Nechta oluvdingiz? 1,5 ming olganmiz. Nechta qoldi? Kimdir ko'rib, parrandada daromad yo'q deydiganlar uchun. Holati o'zi tuxumga kiradigan holatga kelib bo'ldi 100 kunlikda o'zida ham. Gazlanish yuqori bo'lsa, iloji yo'q. U joydan u daromad tugul misol 100 ta jo'ja bo'ladigan bo'lsa, 100 tani ham katta qilib bo'lmaydi. Ha, ikkita o'lib qolsa, o'zim qo'rqib ketaman. Sira telefonim aka, o'lib qolyapti deyman. Aka 100 kunlik deyishyapti-yu, gapingiz bo'lib qoldi 1000 bir o'zi. Lekin men ishongim kelmayapti aka. Lekin hisob-kitobimiz bo'yicha 4000 dollar ketdi. 100 kunlikda o'zida ham mana o'zlari aytishyapti, tuxumga kiradigan holatga kelib bo'ldi. Shunchaki 6 so'tlik joy tovuqxona qilib tashlangan. Assalomu alaykum hurmatli tovuqqa qiziquvchi akalarimiz va opalarimiz. Juda ham ko'pchilikka har safar aytamiz, tovuq boqinglar, jo'jasini olinglar. Mana shunday holatga keladi, 4 oy yoki 5 oyda tuxumga kiradi desak, kimgadir lofga o'xshab tuyuladi. Kimdir o'lib qolsachi deb qo'rqqanlar uchun bu video aynan sizlar uchun. Hozir ichkariga kiramiz sizlarga. Mana bu yerdagi jo'ja deydimi, tovuq deydimi bilmadim-u, lekin mana shu tovuq deylik, tovuqlarni obzorini sizlarga qilib ko'rsatib beramiz. Hozirgi holati qanday? Necha oyda tuxumga kiradi? Mana shu joy, ya'ni bu yerda jami bo'lib 1,5 mingta tovuq olingan, nechtasi qoldi-yu, nechtasi qanchada tuxumga kiradi? Hammasini videoning oxirigacha ko'rsalaring, xudo xolasa sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz. Undan oldin siz mehnatimizni chiroyli qadrlab, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi safar ham qaysidir tovuqxonadan video qilishni harakatini qilamiz. Hammalarga rahmat, bo'lmasa biz videomizni boshladik. Hozir bu tovuqlarni sizlarga xudo xolasa Muhammadjon akam chiroyli qilib obzorini qilib, bu yerda nech pul ketgan, qanaqa bitgan hammasini tushuntirib berishadi. Muhammadjon aka, salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Barchaga. Bugun chiroyli xalqimizga manfaatni o'ylanib turganlar borda, nechta tovuq olsam bo'ladi, nechta jo'ja olsam bo'ladi, necha oyda tuxumga kiradi yoki nech pul rasxod qilaman jo'jamni olib borgandan keyin deyshadi. O'shalar uchun bizga xudo xolasa o'zingizdan shu boqqaningiz bo'yicha bitta ma'lumot berib yorsangiz zo'r bo'lardi aka. Yo'lda shu jo'jalarimizni shu Namangan Mingbuloqdan Sardor akamdan olganmiz. Shu necha oy bo'ldi hozir olganlarga? Olganimizga shu 2 oydan o'tib qoldi. 2 oydan o'tdi. 100 kunlik bo'ldi jo'jalarimiz. 100 kunlik hozirgi holati nima deb o'ylaysiz? Necha oyda tuxumga kiradi hozir yana? Bu holati o'zi tuxumga kiradigan holatga kelib bo'ldi 100 kunlikda o'zida ham. 100 kunlikda o'zida ham mana o'zlari aytishyapti, tuxumga kiradigan holatga kelib bo'ldi. Chunki menimcha sizda ratsion zo'r. Shu ratsionda zo'r deyapti, avval Alloh taolodan. Lekin sababini qilib shu jo'ja olgan akamiz Sardor akadan shu nima ketadi, qanaqangi ratsion bilan boqsak yaxshi rivojlanadi to'g'rilarni so'raganimizda, hamma ratsionni tuxumga kirgungacha qanaqangi ratsion qachon o'zgartirish kerak, hamma yo'lni aytib o'rgatishdi. Aytganlar bo'yicha qarab kelyapmiz. Yaxshi holatlar. Yo'q, holati zo'r Muhammadjon aka, men ko'rib hozir hayron qoldim to'g'risi, chunki biz ham mana shunaqa payt olganmiz, lekin bizning tovuqlarimiz bunaqa emas. Sardor akamni o'zidan olganmiz-u, lekin ratsionda ham gap ko'p ekan degan narsani qoldi menda xayolimda. Hozir nima beryapsiz ratsionga bular? O'sha Sardor akam aytgan yemmi? Shu ratsion kamida shu 8 xil 9 xil narsa qo'shyapmiz. 8 xil 9 xil narsa qo'shyapsiz. 14 xil mahsulotgacha qo'shilyapti-da. 14 xilgacha. Hozir bu yer nechiga necha joy tushgan? Qanaqa bo'lgan aka? Bu ko'rishim bo'yicha saqitmi, nima? Qoraqo'rg'ondan solingan. Boshqa choralardan qildik. Nech pul ketgan bo'pti shu yerga? Bu yerga xo'sh deganda hisob-kitobingiz bo'yicha. Bu yerga hisob-kitobimiz bo'yicha 4000 dollar ketdi. 4000 dollar pul ketdi. Mana shu tepasi-yu, tashqarisi-yu hammasiga. Shu to'g'xonamiz bitishiga shu 4000 dollar pul ketdi. 4000 dollar menimcha yomon emas, chunki bu yerda chiqarib ketilgandan keyin yana bemalol tovuqlar yoki jo'ja olib kelib boqsa bo'ladi. Hozir bular ham tuxumga kirgandan keyin maqsad nima keyin Muhammadjon aka? Maqsad shu, o'zimiz ham shu tuxumlardan jo'ja ochirib, jo'ja sotish maqsad. Jo'ja sotish xudo xolasa. Xudo xolasa inkubatorlarda olib. Zo'r, monolarni ham lekin rosalik qo'noqlarni ham chiroyli qilibsiz-da, qarang. Qaranglar, bitta e'tibor beringlar. Qo'noqlar ham o'ziga yarasha bo'lgan. Sharoitini qilib bersangiz, yayrab, yashnab katta bo'lagan ular ham. Nechta oluvdingiz? 1,5 ming olganmiz. Nechta qoldi? Shu to'g'risini ayting.
shu to'g'risi o'ldirgan bo'lsak shu 50 tacha ketdi. Ammo bu degan natija zo'r degani ekanda. Albatta, bu o'zi jo'jani kuzda sanaymiz, bekorga yetmaydi-da. Ko'pchilik o'ldirib qo'yishadi. O'zimizga ham tekda yaqinlar aka aloqaga chiqishdida, aka mana shunaqa oluvdik, mana shuncha o'ldi, qolmayapti jo'ja deyishadi. Birinchi o'rinda saqlash sharoiti ekan. Bu narsani ko'rdik, jo'natgan videosida aka ko'rdik. Taglari yomon edi, nam edi. O'zim men o'yladim-da, ha, demak dedim, Sardor akamga sirazi jo'natdim. Aka bitta ko'ring mana uni desam, sirazi aytishdi. Saqlash sharoiti vobshe chatoq. Havo aylanib turishi kerak. Bir xil haroratda ushlash kerak. Hozir ham men o'yladim, havo aylanish sizda zo'rda, masalan, bu yoqdan kiryapti-da, bu yoqdan chiqyapti yoki bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib, havo almashyapti. Unaqa hidi yomon emas. Men hid sezganim yo'q. Ko'chada o'tsa ham yoki ovqatlandik shu yerda, to'g'risi bitta tovuqni hidi kelgani yo'q. Yolg'on emas, boshqa emas aka. O'sha buni oxirgi devorga taqaymiz deganimizda shu ventilyatsiya hisobini qilib, havolar chiqib ketsin, hali ichkaridan dimlanib qolmasin degan maqsadda ozgina masofada joy tashlaganmiz. Ana shu narsa zo'r bo'lgan ekan. Ana shu narsa o'ylangan ekan. Zo'r. Plan bilan bo'lgan ekan. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Mabodo jo'ja boqib, mana shu daromad qilmoqchi bo'lgan aka-opalarimizga planni olinglar. So'ranglar, Sardor akam bilan gaplashsalaring, xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumotni berishadi. Hozirgi holati men qoyil qoldim, lekin 100 kunlik mana. Hali kommentariyada ko'pchilik gapiradi. Senlarda tovug'ing kirmaydi, 4 oy 5 oyda yolg'on gapni gapiryapsanlar deydi. Mana 100 kunlik bo'lgan ekan. Men ham bu yerga kelib o'zim ko'rgan narsamni sizlarga olib chiqib berishga harakat qilyapman. Yolg'on gap, unaqa narsa yo'q. Vaksinalar aytib o'tilgandek hammasi qilingan. Bo'lmasa hozir xohlasa ertaga 16 mi? Ertaga oxirgi vaksina qilgizamiz shu tuxumga tayyorlanadigan vaksinasini oxirida qilgizamiz. Yana bitta vaksinasi bormi? Ertaga, ha. O'zi tugadi, bunisini ham qilgizib qo'yamiz deb turibsiz, xudo xolasa. Unisini ham. Endi misol uchun buni bu to'g'larni bu partiyani sotamiz endi. Bu partiyani sotib tuxumga boshqa partiya tayyorlamoqchimiz. Xudo xolasa. Bu ham sotilaveradi. Ha, sotuvga qo'yaveramiz buni ham. Zo'r, 100 kunlik kimgadir kerak bo'lsa, telefon qilaveringlar. Sardor akamning raqamlariga xudo xolasa raqamlarni berishadi. Muhammadjon akamizni bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilsalaring, xudo xolasa sotuv bo'yicha ham kelishilaveradi. Muammosi yo'q. Hech qanday bir kasallik, bir yiqilib qolaman degan joy yo'q. Sog'lom, xudo xolasa hamma vaksinalar qilingan. Shu oxirgi vaksinasini ertaga 16-kuni qilgizib qo'yamiz. Bundan keyin bizdan olgan odam vaksina hech narsa o'ylamaydi. Oladi, shu 1 oy 1,5 oy vaqt qoldi, tuxumga kirib ketadi, xudo xolasa. Lekin nima deysiz? O'ylanib o'tirgan aka-opalarimizga boqishsinmi, boqishmasinmi? Albatta tavsiya qilamiz. Hali xazina amri deydi-ku buni. Endi buni ham bir barakasi bor. Ha, inshaalloh olgan odam baraka qiladi. Biz shu holatini ham xudo xolasa yaxshi deb o'ylab turibmiz hali daromadini. Endi tuxumga kirgizmoqchi edik, endi boshqa partiya tushib olmoqchimiz. Ya'ni Sardor akamning o'zidan. Xudo xolasa. Endi kengasini 1,5 mingta hali ko'rgani, qanaqangi bo'lar ekan deb ko'rgan olganmiz-da endi. Endi keyingi partiya iyulagami, xudo xolasa 5 mingta olmoqchimiz endi. Zo'r. 1,5 mingta olib hozir mana boqishdi, keyingisiga xudo xolasa 5 mingta boqaman deyishyapti. Yozda ham bemalol tashqarida yuraversa kerak-a? Ha, tashqarida ham shu tashqariga chiqib kelib turgani sharoitlarni qilib qo'yganmiz. Endi bekka yarmini qo'ysak, yarmini boshqa joyga ham sharoit qilamiz, xudo xolasa yana bitta joy qilib turib. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, bo'lmasa hozir bizga Sardor akam chaqiramiz, Sardor akam bitta ma'lumotni berishadi. O'sha biz har doim sizlarga tavsiya beradigan, har doim chiqaradigan Sardor akamiz hozir bizga bu yerda ham qanaqa holat bo'lgan, o'zi rostdan 1,5 mingta jo'natishganmi, u haqida bizga to'liq ma'lumotni berishadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Muhammadjon, hormat. Rahmat. Sog'lig'inglar yaxshimi? Rahmat aka. Aka 100 kunlik deyishyapti-yu, gapingiz bo'lib qoldi, ming bor o'zi. Lekin men ishongim kelmayapti aka. Eng birinchi chiqargan videomiz qani? Ha. O'sha jo'jalar bilan. 5-mart kuni olib ketgandingiz-a? O'sha kungi jo'jalar. 5-mart kuni birinchi bo'lib olib kelishgan. O'zi tovuq bo'lib qolganda, bunday qarasa, bunday faraz qilib, bunday ko'rsa odam o'zi biladi. Tovuq bo'lib qolganga o'xshab qopti-da, qaranglar-da. Yo'q, Jamshid nimada aka buni siri? Mana bunda-da. Ratsionda. Albatta. Ratsion bekorga o'z nomi bilan ratsion emas-da. U joyda kaloriya bor, protein bor, energiya bor.
kletchatka degan narsalar bor-da. Hmm. Hamma narsa o'zini me'yorida bo'lsa, yaxshi katta bo'ladi. Mana natijasini ko'rib turishibdi. 40 kun xudo xohlasa, bularga hozirgi holatda 40 kun nari beri. 40 kun nari berdi Ha, bo'ldi. xudo xohlasa. O'shanda O'shanda kiradi. 140 kun bo'lsa, Hozir 102 kunlik bo'libdi, ha? 102 kunlik bo'ldi uyimga xudo xohlasa. 1 oy bo'lsa. Lekin bitta tomonini aytib o'tish kerak. Muhammadjondaqa bezovta qilgan kam. Eng ko'p bezovta qilgan. Yo'q, lekin bu yaxshi bu. O'shani samarasini endi ko'ryapmiz-da mana. Har bir narsani joy-joyiga qo'yib, ishonsang bizda 30 kunlik professional vaksinatsiyamiz qani? Ha. 100 kunlikgacha davom etdi. Yo'q. Hamma narsa qilindi bularga. Oy, kuni, vaqti, soatiga to'g'rilanib, har bir vaksina uzilmasdan shu kungacha qilindi bularga. Kechasi 12 birdan telefon qilib qo'yaman aka. Yo'q, shunisi yaxshi-da. Mana misol tushunmagan odam endi Muhammadjon ham boshida tushunmas edi. Lekin hozir mana xudo xolasa o'zi uchun bitta tajriba maydonchasi bo'ldi. O'zi uchun qanaqadir tajriba olyapti, o'rganyapti. Lekin mana endi holati endi xudo xolasa 100 kunlik uchun menimcha yomon bo'lmasa kerak. Zo'r. Aka, bitta yuraylik, bitta juda bo'lib qoldik. Muhammadjon aka, bizga ko'rsating zagonlarini, hali zagon mol boqib zagon bo'lib qoldi xayolimizda. Zagonlarni ham bitta ko'rsating. Qaranglar. Biz yomonligimiz yo'q. Ehtiyot bo'lamiz. Stressga tushirmaymiz. Sababi yaxshi emas. Sardor aka. Qani? Yuringlarchi. Bismillah. Tashqarida mana havo almashtirib, qaytib kirib. Mana. Bu yeri tovuqxonadan bu yog'i, ya'ni tashqarida aylanib yuradigan zagon ekan. Jamshidda mana. Qaysini? Bu ratsionda tarkibida hozir mana bug'doy bor, makka bor, semichka shirot bor, soya shirot bor, kalsiy bor, premix bor. Eng asosiy narsalar tuz bor. Mana 8 xil mahsulot bor-da hozir. Kepak bor-a hozir miqdorda. 9 xil mahsulot bor. 9 xil mahsulot. Shuni hisobi mana bo'lyapti-da. Endi yomon emas, zo'r holat. Yo'q, holati zo'r. Har qanday odam uchun endi haligi nima desa bo'ladi? Buni baholaydigan bo'lsak, foizga chaqadigan bo'lsak 93-94% yaxshi, zo'r. 93-94% zo'r. Zo'r. O'zi 90 dan yuqorisi yaxshi, zo'r bo'ladi. Hozir nima deb o'ylaysiz? Nechta xo'roz chiqdi? Mana shuni ushlayim kelyapti. Xo'rozi 30% bor ekan. 30% cha bor. 30% bor taxminingiz. Necha foizga aytib berilgan? 80%. 80%. Salkam bir xilda o'zi deyarli. Chunki 10% bunday hech narsani hal qilib bo'lmaydi. Bey Parvardigor, biz ham endi buni atayin qilmaganmiz. O'zlari mana jarayon tepasida turishgan. Endi baribir nima desam bo'ladi? Lekin yomon emas, baribir 70% ham holatiga yomon emas. Misol endi ogazdan keyin baribir boshqa to'g'ri qurishlardan boqqanlarni so'rashsa, firmasi borlardan so'rab ko'rdim. Shu bir oylik jo'ja olganlar bilan-da. So'rab ko'rsam, bular misolchi o'lgan sonini ko'paytirib yuboryapti-da. Men o'zim boshida bitta ikkita o'lib qolsa, o'zim qo'rqib ketaman. Sira telefonim aka, o'lib qolyapti deyman. Nechta? Ikkita o'ldi degani emas, u deb sallarga shunday. Hozirgacha o'lgan bo'lsa shu 50 ta, u ham o'sha o'zimiz aybimiz bilan hali bitta cho'qib qo'ygan bo'lsa, qaralmay qolganmiz. Keyin so'rasam shu vitaminlari bor, o'shani bering dedi, suvga qo'shib, doniga qo'shib beramiz, cho'qish ham to'xtaydi. Jamshid Muhammadjon aytayapman-ku, gap yo'q. Hali endi bu maqtash emas, boshqa emas, lekin haqiqatdan qiziqdi. Beriladigan men ham endi qo'limdan kelganicha, misol haqiqiy qilinish kerak bo'lgan hammasini o'rgatdim, aytdim, mana uni qiling, uni qiling. Mana shu kungacha ham mana vitaminlar uzilgani yo'q. Foydasi bor-da bu narsalarning. Masalan, haligi nima desam bo'ladi? Mana vitaminda ham o'ziga yarasha vazifasi bor. Chunki tanani yaxshi katta bo'lishiga, misol yeyotgan ratsiondan olayotgan kaloriya, misol energiyalarni organizmga to'liq taqsimlanib berishiga ham nihoyatda katta vazifasi bor-da vitaminda. Albatta. Lekin gap yo'q, zo'r. Menga ham yoqdi, to'g'rilarning holati. Misol mana ko'pchilik cho'chiydi, unday bunday
to'g'ri bu tirik jonzot. Buni misol haligi o'limiga, boshqasiga nima desam bo'ladi? Qaysidir ma'noda ba'zida odamni o'zi ham sababchi bo'lib qoladi. Qarovsizlik baribir rivojlanishga to'sqinlik qiladi-da. Yaxshi mana sharoit qildi, yaxshi qaradi, mana misol 50 ta deyapsizmi? 1,5 mingtadan 1450 ta mana shu holatga keltirish 100 kunlik qilib, menimcha ko'rayotgan misol vatandoshlarimiz ham hammalari menimcha yaxshi fikr qoldirishadi. Albatta. 50 ta hech narsa emas-da. Haqiqatda asli shuni ham o'lmasligi kerak edi. Lekin misol tashqi muhit, nimadir sabab. Endi baribir jo'jani kuzda sanaymiz deydi-da. O'shani ham hozir aytib o'tib ketdim. Menga kecha bitta yaqinim telefon qilganini ham aytdim Sardor aka. Sirazi videoni tashladim sizga. Joyida hal qildik. Aybni boshqa qilish, qochirish boshqa narsa emas. Saqlash sharoiti degan narsa bor. O'shanga ham e'tibor berish kerak. Bu jo'ja shunaqangi nozik narsaki, ozgina dimi qilib qolsa ham ketib qolish ehtimoli bor. Namlik, gazlanish yuqori bo'lsa, iloji yo'q. U joydan u daromad tugul misol 100 ta jo'ja bo'ladigan bo'lsa, 100 tani ham katta qilib bo'lmaydi. Hali oldingizga 1,5 jo'ja olib kelgan borganmiz aka. Borganimizda ketishimizda bir joydan o'rtamni borganmizda. Bir joydan 5 ta 3 oylik jo'ja olgan edi. 5 dona bor ekan, unda qiziqib olgan edi. Bittasi uydan. Keyin olib keldik, men ham olib keldim joylarga. Bular katta bo'lyapti. 1 oy vaqtimda buni. 4 oylik bo'ldi, meniki 2 oylik bo'ldi. Keyin senikidan katta bo'lmayapti-yu, menikidan katta bo'lib ketdi. 2 oylik jo'jamiz, buni 4 oylik jo'jasidan katta bo'lib ketib qolgan. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Sen makka bilan bug'doy beryapsan. Buni ichida 9 xil 10 xil narsasi bor. Boshida undan ham ko'proq narsa berdi. Boshida 12-13 qiladi. Qo'shimchasi ko'proq edi. Shunaqa ratsionda baribir hali o'zimiz ham go'sht yeb kelsa, katta bo'lsa, qana katta bo'lamiz. Anaqa va vitaminlari, vaksinalar hamma yo'q joyida bo'lsa, yaxshi katta bo'lar ekan to'g'rilar ham. Qarov bilan ekan. Endi har bir mahsulotning o'zining vazifasi bor-da. Hali vaksina qiyinchilik foydasini aytsam, misol odam bolasiga ham, misol chaqaloqlarga ham har oyda yo 2 oylik, 3 oylik keladi vaksina qiladi. Bu ham qaysi kasallikni oldini olishlik uchun-da. Endi uyda 10 ta 20 ta boqqan odamga vaksina qilyapmiz desangiz, parvo qilmasligi mumkin-da, lekin bu kattaroq firma qilgandan keyin albatta qiyizish kerak ekan. Ozroq tovuq bo'lsa ham qiyizish kerak ekan, chunki haqiqatda kasallikni oldini olar ekan. Yiqilib qolib bir boshqa kasal bo'lmaydi ekanda. Endi bundoqda mana endi nima deydi? Buni baribir 1 kunlikda, 30 kunlikda baribir. Endi buni noto'g'ri o'ylashmasin, lekin shuni natijasi. Chunki har bir qilingan vaksina 21 kundan keyin immunitet hosil qilishni boshlaydi. 21 kungacha u vaksina qilganing bilan nimadir bu haligi tashqi omil yoki bir kasallik bo'lishi mumkin. Chunki 21 kunda vaksina o'zini kuchini ko'rsatadi, immunitetni shakllantiradi. Zo'r. Ma'lumot o'rnida sizlarga ma'lumot bo'lib ketdi. Baribir yana bitta tomoni qanday tushuntirsam bo'ladi? Eng muhimi bu yoshligidagi katta e'tibor. Qotirib qo'ymaslik kerak. Har doim aytasiz shu so'zni. Shu qotib qoladigan bo'lsa, bu yog'i yaxshi bo'lmaydi. Misol u 5 oylik deyilgan taqdirda ham bunday ko'rgan odam bo'lishi mumkin emas. Bu hali gavdasi pachoq. Endi to'g'ri, krupniy katta partiyaning ichida hammasi haligi tengdaniga katta bo'lmasligi mumkin. Ichida bo'ladi baribir, bitta, ikkita, lekin 90% zo'r katta bo'ladi. Mana shuni ichida ham men ko'rdim. Deyarli 90-95% deyarli hammasi katta. Bitta ikkita mana bunaqalari ham bo'lib qoladi. Mana bunaqa holatdagilar. Biz ham yomonini ham ko'rsatamiz, yaxshisini ham ko'rsatamiz. Mana bunaqa kattalisi ham bo'lib turadi, mana. Yonida birga yuribdi, lekin bunaqa kichkinalari juda ham kam. Chiqsa bilmayman nechta chiqadi, lekin sanaganim yo'q. Mana shuni bittani ko'rdim hozircha. Qolganini ko'rganim yo'q. Juda ham kam miqdorda bu. Sardor akam aytib gaplariga isbot sifatida men aytib o'tib ketyapman. Hozir hech puldan to'xtab turishni ham aytdingizmi? Shu kungacha umumiy xarajatini? Aytmadik. Yo'q, xarajatini adashmasam 40 ming atrofida bo'lib turibdi. Boringani 45 ming bo'lsin, maksimalisini aytaylik. Endi buni so'rashimga maqsad kimdir ko'rib, parrandada daromad yo'q deydiganlar uchun. Masalan, mana nima deb o'ylaysiz? Endi sizdan so'rashim kerak-da baribir. Endi biz aytganimiz boshqa. Mana shu deylik o'sha paytda bunga tikkan pulingizga deylik bitta
chorva deylik, qanaqadir bitta buqa olganingizda, mana 2 oyda ichida hech pul foyda qilishi mumkin edi. Yo'q, 2 oyda ichida misol uchun mol boqsangiz ham ancha boqasizda, qo'y boqsangiz ancha boqasiz. O'shada. Endi bu ko'paytirgani, misol haligi kimdir qo'lida 5-4 so'm puli bor, lekin o'zi deylik qanaqadir biznesni boshlay olmay yurganlar uchun bir qanaqadir motivatsiya bo'lsin-da bu. Yo bu misol boqaman dedi. Misol 1,5 ming olish shart emas ekan aka. Misol uchun hali to'g'ri. Hali ozroq pul tikibamda, misol uchun 5-6 million pul tikibam, ozroq bilan boshlab sekin-sekin ko'paytirib turib, ko'paytirib olsa bo'laverar ekan. Men endi o'zim tavakkal qildim, Sardor akam bilan 2 soat gaplashganmiz, birinchi gaplashgan. Yo'q. 2 soat gaplashib, hamma narsani aka to'g'risini ayting menga, to'g'risini ayting. Hamma so'rab surishtirib olib, keyin men boshida 100% ishonmaganman. Endi men o'zim qanaqa bo'lar ekan. Lekin mana o'sha gapirgan gaplari to'g'ri bo'lib chiqdi. Boshida siz 1,5 mingta demagandingiz. Ha, kamroq. Mingta degandingiz. Kamroq aytdim. Endi qarang, mingtasi ham masalan o'rtacha 45 million pul bo'ladi. Ha. Lekin bozorga chiqib mol olishga bunchalik darajada o'ylanmasdingiz. 45 millionga 22 milliondan 22,5 milliondan 22,5 milliondan bemalol bozorga chiqib bitta odam mol olib keladi-da hozir. To'g'ri. Men o'zim To'g'ri, hozir 48 millionga ikkita bitta mol misol, oldim-da. Ikkita naslli olsang ham hozir taxminan 5 ming dollar shunaqa bo'lyaptimi? Shunaqa. 60 million. Ikkita Yoshlar naslli ham. buzoq. Bu bir 5 oy 6 oylik buzoqlar shunaqa bo'lyapti-da hozir. Tavakkal qilishdan qo'rqmaslik kerak. Yo'q, shu qaytarganlar ham bo'ldi. Boshida shu to'g'ri olaman deganda endi yaqinlarda ichida ham qaytarganlar ham bo'ldi, lekin shu Allohga tavakkal qilib boshladik. Qiziqdim o'zim rostman, keyin dadam olib kelib boqishardi-da, 7-8 ta olib kelib boqishardi. Buni ko'rib ham dadam boqishgandan ham yaxshi uyga tuxum chiqib turdi, sotib turdik uncha-muncha. O'shani ko'rib turib, ko'paytirsak yaxshi bo'lar ekan-da, Allohga tavakkal qilib boshladik. Sardor akam bilan Baraka bor-da. Gaplashdim, bo'ldi. Hali boshqa bilan gaplashmasdan vaqtida o'zidan jo'jani olib, shu bergan maslahatlarga quloq solib, aytgan ratsionlarni, aytgan vaksinalarni vaqtida qildik. Xudoga shukr, yaxshi. Endi nima deydi, haligi kimdir ko'rib, biz endi maqtaganimiz, unday deganimiz hali bizdan jo'ja olsin degani emas, xohlagan joydan olishaversin. 1 kunlik bo'ladimi, 1 oylik bo'ladimi, 2 oylikmi, 3 oylikmi, masalan sotuvchi ko'p. Bemalol, misol kimgadir misol meni ishim yoqmasligi mumkin. Kimga misol boshqa odamniki yoqishi mumkin. Misol kimdirdiki yoqmagan, ishi yoqmagani, hatto meni ishim yoqishi mumkin. Demoqchimanki, vibr ko'rib, tanlab qilishaversin. Bu faqat nima desam bo'ladi, hali xalqimizda foydasini o'ylab aytyapmiz. To'ppa-to'g'ri. Yo'q, qilish kerak ekan. Misol hozir shu holatini ham shu aytdim, sotmoqchimiz deb buni. Shu holatni sotib turib, Sardor akamizdan endi ko'rdik endi. Katta qilishga bu sal tajriba bo'ldi bizda ham. Endi ko'proq qilmoqchimiz-da, endi buni jo'ja sezonga xudo xolasa ko'proq 5 mingta jo'ja olib turib, o'shani tuxumga kirgizmoqchimiz. Keyin o'shani tuxumga kirgizib turib, xudo xolasa, keyin o'zimiz ham o'rgataman deyapti Sardor akam, xudo xolasa. O'zimiz ham jo'ja yo'nalishiga kirib, o'sha 5 mingta tuxumidan ochib sotmoqchimiz, xudo xolasa. Zo'r. Xudo xolasa. Bu narsani bu hozir 40 kundan keyin tuxumga kiradi, to'g'ri, yosh bo'ladi. Lekin masalan 2 oydan keyin buni bemalol 100 mingdan tepadan narxda sotsa bo'ladi, Sardor aka. Albatta. Chunki o'zimiz ham sotdik, sotganlarni ham ko'rdik. Baribir qora tovuq 100 mingga yo'q, menimcha yo'q. 120 ming. Shunaqa atrofli bo'ladi. O'tgan yili sotildi 120 mingdan. Yangi tuxumga kirgan tovuqlarni 120 mingdan sotdik. To'g'risini aytish kerak, aldash kerak emas, boshqa emas. Hozirgi mana shu ko'cha narxida bu. Ha, ko'cha narxi. Mana shu holatda 45 mingga to'xtayapti. Yana bitta narsa, ko'pchilik hali bozor bilan tenglashtirishmasin. Bozor boshqa narsa. Shunaqa hali bozorda men so'raganlar ham bo'ldi. Uyimda ham 30 ta borda, tuxumda to'ldirgan edi. Dadam boqqan tovuqlardan bor. Buni ham dadam boqishyapti asosan. Telefon qiladi, uni sotib qo'yib qo'ydim. Bular yaqinlab qoldi, tuxumga turib, uni sotib qo'yib qo'ydim. Nech pul dedi. Men ham 120 ming desam, bozorda beryapti 70 ming 80 mingga ham dedi. Ya endi bozorga chiqqan tovuqda birinchi o'rinda aytolmaysiz hali. Tanishim 700 olib ketdi, keyin 100 ta bozordan qo'shib qo'ygan ekan, hammasi qirilib ketdi. Endi bilib yo'q, haligi uni mavzusi bundoq bo'ldi-da. Olib ketgan edi, tuxumga kirgan edi. Ohangarondan. O'zi ham ko'rib turgan bo'lsa kerak. Tuxumga kirgizdirdi. O'sha payt rosa haligi tuxum ketib turgan mahalda 3,5 mingdan sotishni boshladi. Keyin qarasaki, yaxshi daromad bo'lyapti. Ko'paytirgisi kelib qoldi. Keyin men aytdim, yo'q, hozir yaxshi tovuq yo'q. O'zimda yo'q, bir qidirib ko'r.
desam keyin qidirdimi yo narxlari to'g'ri kelmadi, xullas 85 mingdanmikin, 80 mingdan atrofida bozordan 100 ta tovuq olgan. Voy. Olib kelgan. Xullas o'zinikini ham yarmi ketdi-da. Shuni Bu hisobiga. tovuqlar ham ketdi. Ha. Aytmoqchilar bo'lganimizki shu Endi u joyda firmaning tovug'i baribir ishonarli bo'lar ekan bozordan ko'ra-da. Bozorda endi har xil necha xil joyda tovuq keladi. Endi uni kasali bo'ladi. o'zida ham ayb bo'lib qoldi-da, chunki biz men o'zim unga 2 oylik qilib bergan edim. 2 oylikda ichidagi hamma vaksinalar bo'lgan. Undan keyin davom ettirmadi. Davom ettirgan. Men misol haligi u bilan ham sizga o'xshab ko'p gap telefonda muloqot qilib turardim. Desam, ha qilyapman, yetkiza olmayapman, unday bunday dedi, xullas qilmadi. Lekin haligi 160-170 kunlik payti edi-da, tuxumga kirgan mahal. Rosa haligi inkubatsiyaga to'g'ri kelgan mahal edi. Keyin shunaqa bo'lib, xullas yarim tovuq ketdi-da. Yaxshi ish bo'lmabdi lekin. Faqat aytadiganimiz endi ko'p boqadiganlarga vaksinani qilishsin. Vaksina yaxshi narsa baribir. Bo'ldi. Tushunarli, vaksinani ham aytib o'tib ketdik. Vaksina ratsionga qarasangiz, xudo xolasa, mana shunday tovuqlarni 40 kunda, 40 kun deyman, 4 oyda yoki 5 oyda mana shu tovuqlardan ham tuxum olsa bo'ladi. Nima dedingiz, Muhammadjon aka? Xudo xolasa. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, hammalaringga rahmat. Nima demoqchimiz? Jo'ja olinglar, xudo xolasa foydalaninglar. Hammalaringga foydamiz tekkan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.